Assalomu alaykum. Men Xodiyev Ilyos, M2504 magistratura 1-bosqich talabasiman. Mening dissertatsiya mavzuyim Euro 5 talablariga muvofiq ekologik toza yuqori oktanli avtomobil benzinlarini olish va uni ommaga tatbiq etish va takomillashtirish. Ushbu mavzu bugungi kunda juda ham dolzarb, chunki bu dunyoda ekologik talablar kuchayib bormoqda. Transport vositalari, chiqindilari atmosferaning islohlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu sababli Yevropa davlatlarida qabul qilingan Euro 5 standarti avtomobil yoqilg'ilari uchun qat'iy ekologik me'yorlar belgilab beriladi. Tadqiqotning maqsadi Euro 5 standartiga javob beradigan yuqori oktanli benzin olish va texnologiyasini ishlab chiqish, uni ishlab chiqarishga tatbiq etishdir. Asosiy vazifalarim yoqilg'i tarkibini chuqur tahlil qilish, samarali katalitik jarayonlarni aniqlash, ishlab chiqarish sharoitlarini optimallashtirish, chiqindilarni kamaytirish orqali ekologik tozalikka erishish. Tadqiqot obyekti neft qayta ishlash jarayonida benzin fraksiyalarini olish texnologiyasi. Predmeti esa yuqori oktanli komponentlarni hosil bo'ladigan katalitik reforming va izomeratsiya jarayonlari. Tadqiqot davomida men zamonaviy katalizatorlar, xususan platina va riniya asosidagi katalizatorlar yordamida yuqori oktanli benzin olish imkoniyatlarini o'rgandim. Shuningdek, energiya sarfini kamaytirish va chiqindi gazlarini filtrlash texnologiyasini takomillashtirish yo'llarini tahlil qilindi. Tadqiqotning gipotezasi shundan iboratki, agar ishlab chiqarish jarayonida yangi avlod katalizatorlari va energiya tejamkor reaktor tizimlarini qo'llansa, yoqilg'ining oktan soni oshadi, chiqindilar kamayadi va mahsulot Euro 5 talablariga to'liq javob beradi.